2,5. To'xtang. $6 milyondan deyapti. Endi bo'lmaydi. Kechkida aka, baribir o yozda issiq paytda tug'adi. Nech pul qilyapsiz? 6 million 600. 2 onami? Ha, 2. 6 million. To'g'ri ekan, 2 oyami? Ha, 2 oy to'g'ri. Beringlarga. Yana bola qo'ydan keldi, yaxshi-da. 2 ta turadi. Ha, bitta yana boladan. Ha. To'g'ri. 2 oy. Yana bola 62, 63 bo'lyapti. U bolasi bunchalik bo'lguncha endi omma aka buyruq aylanib boshqadi. Aka, uni men ham siz ham bilmaymiz. Xudo biladi. Uni qo'yib aytaymi aka? Aka 1 oydan o'tdi. Uyda boqib bugun olib chiqdim. Katta erkakchasi aka. U haligi oppochi boshqa qilishmas. 1 oydan beri uyda boqdim. Hozir aka qarang. Yuzdan bo'lib voy, qaramaydi senga deyapman. Ayni bilan beraman. Yo'q, 15 million talashib qo'y olmaganman. Men shunaqa bo'laman. 15 ming talashib olmaganman, chunki xayr bermagan menga. Ama atingni ko'rgan Qo'ylarga topmayman degan. Olmayman qo'ying degan. sen 10 so'm qilsang, buni 8 so'm menga beraveradi. Menga bermaganingni Bo'lmasa 5 pul qilyapti. 10 million 800 ming. Odam o'rab oldi. Bolasi bormi? Ha, bu qo'chqa. Bu to'g'ri. Pulni so'radi. Buga 6 ham so'rashdi, 61 ham so'radi. Bermazdimi 60 pulga? Yo'q, aka qo'shqa. Aka manzillar beraman aka, yemasa ichmasa shukur menganni qo'yay aka. Ko'ring aka, sog'lom qo'ylar aka. Qancha aka kami bu? Buni yoshi qanaqa bu? Biroz aka. 32 deyapsizmi? Berishdi. Berganim yo'q. Bunga qancha berdi so'lab qoldi? Aka bunga 2,5 ham berishdi, 28 ham berishdi aka. Haqli berishyapti aka. 28 bo'ldi eng baland savdosi aka. Davom gapirmayman, to'g'risini aytavering. Ochiq qo'ying. Egizaymi? Qaysi egizay? Mana. O'rgay Murg'och bolalari. Ishdagi Murg'och. Nech pul? Bozor nech pul bo'ldi? 7 million qildimi? 7ga bermadingizmi? Bolasi yo'q narigisini. Bolasi o'lib qoldi. Ona bolasi ekan. Moniki yo'q ekan, oniki bor ekan. Mo 2 shiniki ekan. Nech pul bo'ladi? 7. Gelini yo'q. Ha, kechki ekanda. Kechkiroq shekilliga. Yana qo'yganmi? Ha. Olaymi? Bo'yi ham. Ha? 3 oylik. Aynaqa bo'lishi mumkin. Lekin aniq bo'g'azmadi aka. Yaxshi omonlar ekan. Aniq bo'g'azmikin bu yerdan? Bilmadim men aka. Katta qo'yganmi? Katta qo'ygan. Bo'y va salati qo'ygan. Necha pul qilyapsiz aka? 71,5. Qo'shqari? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul qilyapsiz? 3 million bersam, 3 million bersam shunday qo'shing. 3 million bersang, bering. Ana, chaqirib oling deya. Olmayman endi. Qo'ying. Nimaga bitta naqacha qo'shing, axir oling. Ha, yumurta qilib bering. Zo'r berdim. Qo'shing aka. Yo'q, qo'sh. Necha pul? Men yemasa meni bo'pti. 8 million beradimi?
Ana qilayotganimiz o'zligini qilavering aka. Nimaga o'zi? Mo'da 2 soatdan. Bir yilda bir yashab hisoblanadimi 6 oyda? 6 oyda. Bu ish buzmayaptimi hali? Yo'q. Qancha puli bu? 6 deyapti. Besh yaxshi qilgan ekan ama. Necha pul qildi aka siznikini? To'g'ri, 55 qilishdi. Nega uydagilar oldiga qo'ysam xafa bo'libdi. Moni necha pul ekan aka? 43 ga bermam. 43 ga bermaysizmi? Salom aytasan. Baqqani. Aka, qabul 100 ming ber, ketaman. 100 ming ber, ketaman. 100 ming ber. Moni necha pul qildi? Ha? 51,5. 51,5 qildi.